Lyubiyning so'z qilish mahorat nihoyat kuchli desam ishlamsiz. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch podshohlikni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Lyubiymi bir baylikninki boshlig'i bo'ladi, ya'ni bey bo'ladi. Demak, uningmi iqtidorini qat'iy salchiqlash bo'lmaydi. Ham Lyubiyninki qaysi iqtidori eng kuchli degan vaqtda uning so'zlash, boshqalarni qoyil qilish mahoratini nihoyat kuchli deyishik bo'ldi. Hamda biz buni nereden ko'ra olamiz degan vaqtda u 18 taraf qo'shini bilan ko'rishgan vaqtda o'zini xon tog'isi, ya'ni Liu Hongshu deb tanishtirdi. Bu orqali u ularningki hurmatiga e'tirof qilishiga erishmoqchi bo'ldi. Hamda u o'zidan cho'ng, o'zining iqtidorli kishilar bilan ko'rishganda, ya'ni Zhuge oldiga borgan vaqt nima deydi degan vaqtda men Shinyedan kelgan Liu Bei, ya'ni men oddiy bir Liu Bei deyish orqali Zhuge ta'sirlanishni keltirib chiqarmoqchi bo'ldi. Yani başkalar bilan ko'rishganda u o'zidan tuvan odamlar bilan ko'rishgan vaqtda o'zini yuqori qo'ydi. Yuqori odamlar bilan ko'rishgan vaqtda, ya'ni o'zining qoyilligi, shularni qoyil qilmoqchi bo'lgan odamlar bilan ko'rishgan vaqtda o'zini tuvan o'rin qo'yib turib, demak, ularning qoyilligiga erishdi va moyilligiga erishdi. Shu orqali shu kishilarni o'ziga tortib olib keldi. Demak, bu Liu Bei'ninki dal so'z qilish mahoratiniki alohida kuchli bo'lganligi. Demak, biz jamiyatdami, turmushdami, kasbdami to'xtamay boshqalar bilan paranglashib turamiz, so'zlashib turamiz. Shuning bu so'z qilish mahorat degan nihoyat muhim narsa. Qanday yerda nima deyish, qaysini demaslik. Demak, sizningki bundan keyingi ishlaringizningki utuqliq bo'lishi, yaxshi bo'lishiningki asos bo'ladi. Shuning nutq o'rganish, so'zlash mahoratini o'rganish nihoyat muhim deyish bo'ldi. Agar bu so'zlarim qo'shilsangiz, astiga alt raqamini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p nutq o'rganishga, so'zlash mahoratini o'rganishga oid mazmunlar qiziqsangiz, ayrim xonamga uchur qiling.